Assalomu alaykum azizlar, qadrli yurtdoshlar. Biyag'o'miz Toshkent kanalimizning a'zolari. Mana hozir bahor fasli bo'lganligi uchun Biyag'o'miz dastavkalarni davom ettirmoqdamiz. Biyag'o'miz chuvalchanglar yordamida oddiy go'nglarni organik o'g'it qilib tayyorlab beradi. Undan keyingi holatda mana qoplab o'z egalariga yetkazmoqdamiz dehqonlarga. Hozir issiqxonadan zakaz tushgandi. 1,5 tonna qopli hamda upakovkali Zarkent tumanidan kelib olib ketishyapti. Biyag'o'miz xususiyati 20 dan ortiq chuvalchang organizmni o'tadi hamda to'yinib chiqadi. Hamda tuproqlarga solingandan so'ng tuproqda unumdorligini oshiradi hamda tomirlarga har qanaqa ekilgan ko'chatlarga ham bemalol bezarar ertangi kunga hosildorlikni hamda tuproq unumdorligini yana oshirishga yordam beradi. Ko'rishimiz mumkin, juda ham mayin holatda 0,5 lik razmerda o'tgan, 1 yil davomida chuvalchang organizmni o'tkazgan. Hozir bunisi Zarkent tumaniga o'zlari kelishgan, olib ketishyapti. Qo'shimcha yana boshqa o'g'itlarimiz bor. Hamda mana hozir issiqxonaning o'ziga 1,5 tonna Biyag'o'miz zakaz qilyapmiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida. Bemalol zakaz berishingiz mumkin. Toshkent shahar, Toshkent viloyatlari bo'yicha dastavkalarimiz mutlaqo tekin.